Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz bino planlarining chizmalari. Bino plani binoning shakli va alohida xonalarning o'zaro joylashuvi to'g'risida tasavvur hosil qiladi. Bino planida deraza va eshik o'rinlari, to'siqlar va devorlarda ishlangan shkaflar va sanitariya texnika jihozlarining o'zaro joylashuvi ko'rsatiladi. Agar bino plani, fasadi va qirqimi bitta listda joylasha olsa, u holda plan fasadining ostiga proyeksion bog'lanishda bo'lishi kerak bo'ladi. Biroq ayrim tasvirlarning o'lchamlari kattaligi tufayli planlar alohida listlarda bajariladi. Endi bino planlariga o'lchamlar qo'yish. Bino planlariga o'lchamlar qo'yishda quyidagi tavsiyalarga amal qilish kerak bo'ladi. Birinchisi, bino planlariga o'lchamlar qo'yishda mashinasozlik, chizmachiligi kabi strelkalar yordamida qo'yilmaydi. Bu yerda demak 45 gradus ostida kichik chiziqlar bilan o'lchamlar belgilanadi. Ya'ni chegaralanadi. Bino planida uning hamma xonalarining katta, kichik va konstruktiv elementlari o'lchamlari to'g'risida fikr yuritish imkonini beradigan o'lchamlar qo'yiladi. Qurilish chizmalarida o'lchamlar qo'yish standartlashtirilgan. Binoning planida barcha konstruktiv elementlarning vaziyatlarini ularni reja o'qiga bog'lanishi bilan aniqlanadi. Reja o'qlari, demak bu yerda mana 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 nimalar orqali berilyapti. Mana bu yerda mana ko'ryapsiz, demak mana bu o'qlarga nisbatan bog'lanyapti. Bino planlarida o'lchamlar qo'yish 4ga bo'linadi. Birinchi o'lcham chizig'i deraza va eshik o'rinlari va ular orasidagi devorlar o'lchamlari qo'yiladi. Demak, mana devorlar o'lchamlari qo'yilyapti. Devorning qalinliklari o'lchamlari qo'yilyapti. Mana bu yerda mana ko'rsatishimiz mumkin. Mana devor qalinliklari, deraza va eshik o'rinlari mana ko'rsatilyapti. Mana bu yerlarda. Keyingisi devorlar orasidagi masofalar mana 2460, 2520, mana bu yerda 80 devor qalinligi ko'rsatilyapti va hokazo. Ikkinchi o'lcham chizig'i yondosh o'qlar orasidagi o'lchamlar qo'yiladi. Demak, yondosh o'qlar deganda 1 bilan 2, 2 bilan 3 yoki A bilan B yoki B bilan C o'qlar orasidagi masofalar tushuniladi. Demak, mana bu yerda 3200, demak mana shu ikkinchi o'lcham chizig'i bo'lib hisoblanadi. Demak, mana 2600, bu yerda mana 6000. Shu o'rinda aytib o'tib ketishimiz kerakki, mashinasozlik chizmachiligida o'lchamlar qo'yilgan paytimizda asosan millimetrlarda ko'rsatiladi. Demak, u millimetrda ko'rsatilgan yerlarda o'lchov birliklari qo'yilmaydi. Xuddi shuningdek, qurilish chizmachiligida ham agar santimetr, metr, umuman olganda millimetrdan tashqari o'lchamlar qo'yiladigan bo'lsa, u holatda o'lchov birliklari yoziladi. Agar o'lchov birliklari ko'rsatilmagan bo'lsa, demak bu millimetrlarda bo'lib hisoblanadi. Uchinchi o'lcham chizig'i esa eng chetki. Demak, mana bu yerda 1 bilan mana oxirgi o'q orasidagi masofa yoki mana bu yerda A bilan mana C o'rtasidagi masofalar. Demak, bu uchinchi o'lcham chiziqlari bo'lib hisoblanadi. Endi 4-chi
O'lcham chizig'i esa reja o'qqa yaqin joylashgan devorlar, devor yoqlaridan o'qqacha bo'lgan o'lchamlar bilan bog'lanadi. Xonalarning ichki o'lchamlari, pardevor va ichki devor qalinliklari, ichki o'lcham chiziqlari qo'yiladi. Mana pardevorlar qalinliklari mana 80, 20. Devor yoqlaridan o'qqacha bo'lgan masofalar ko'rsatiladi. Devor yoqlaridan o'qqacha bo'lgan masofalar ko'rsatiladi va hokazo. Xuddi shuningdek bu planlarda xonalarni yuzasini ham maydoni ham ko'rsatiladi. Maydonlar metr kvadratda. Demak, bu yerda butun sondan keyin 2 xonali son bilan ko'rsatiladi. Ya'ni 0,100 00. Demak, bu yerda mana bu xonani maydoni 16,76 kvadrat metr ekan. Mana bu yerda maydoni esa 5,60 kvadrat metr. Demak, mana bu yerda 16,76. Mana bu yerda esa 16,76. Bu yerda esa 5,63 kvadrat metr ekan shu xonalarni maydonlari. Yanagi darsda uchrashguncha, xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.